yil 1-aprelda Sirdaryo viloyati Mirzobod tumanida tug'ilgan, millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 2018-2021 yillarda Guliston shahar 5-sonli umumta'lim maktabi informatika va axborot texnologiyalari fani o'qituvchisi. 2020-2021 yillarda Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangi Yer filiali axborot texnologiyalari markazi muhandis dasturchisi. 2020-2024 yillarda Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangi Yer filiali umumiy ta'lim fanlari va jismoniy tarbiya kafedrasi stajyor tadqiqotchisi, assistent o'qituvchisi, katta o'qituvchisi, dotsent lavozimlarida ishlagan. 2024-2025 yillarda Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangi Yer filiali umumiy fanlar va jismoniy tarbiya kafedrasi mudiri lavozimida ishlagan. 2025 yildan hozirgi vaqtgacha Toshkent kimyo texnologiya instituti Yangi Yer filialida raqamli texnologiyalar kafedrasi mudiri lavozimida ishlab kelmoqda. Dissertatsiya mavzusi intellektual tizimlar vositalarida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariy va amaliyoti mavzusida dissertatsiya mavzusi qilingan va OAK bulletinida 2025 yil 2-sonida chop etilgan. Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'li Oliy attestatsiya komissiyasining shu qaroriga asosan texnika pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun ruxsat berilgan. Tadqiqot natijalarida 6 ta xalqaro va 5 ta respublika ilmiy amaliy anjumanlarida muhokamadan o'tkazilgan. Tadqiqot mavzusi bo'yicha jami 37 ta ilmiy uslubiy ishlar, jumladan 7 ta darslik, 1 ta monografiya, O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi dissertatsiyasining asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 11 ta maqola, jumladan 9 ta respublika va 2 ta xorijiy maqolalar nashr etilgan. Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi tomonidan 5 ta mualliflik guvohnomasi olingan. Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'li tomonidan taqdim etilgan hujjatlar Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan ilmiy darajalar berish bo'yicha qo'yilgan talablarga to'liq mos keladi. Oilali 3 nafar farzandning otasi. Rahmat. Savollar bormi? Ilhom Zafirichga. Yo'q, tushunarli. Savollar yo'q. Rahmat. Savollar bo'lmasa, dissertatsiyani qisqacha mazmunni bayon etish uchun dissertant Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'liga marhamat. 25 minut. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari, ustozlar. Intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti mavzusidagi 13/0006 raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi muhokamasini boshlashga ruxsat bersangiz. Ilmiy maslahatchi, pedagogika fanlari doktori, professor Mamarajayev Mirsalim Elmirzayevich. Intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish zarurati Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2024-yilda qabul qilingan Global Digital Compact, UNESCOning barqaror rivojlanish maqsadlari, UNESCOning ta'lim 2030 xalqaro deklaratsiya va konsepsiyalarida belgilangan ustuvor vazifalar intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish zaruratini kuchaytiradi. Biz tomonimizdan olib borilgan ushbu tadqiqot ishi yuqorida keltirilgan hukumatimiz tomonidan qabul qilingan oliy ta'lim tizimiga oid qonun, farmon va qarorlar ijrosini ta'minlashda hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa huquqiy me'yoriy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi. Ta'lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, elektron va masofaviy ta'lim muhitida tashkil etish, intellektual tizimlardan foydalanish va talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha mahalliy tadqiqotchi olimlardan Abduqodirov, Begimqulov, Zakirova, Taylaqov, Mo'minov, G'ulomov kabi olimlar, MDH olimlaridan Kuzmina, Nurgaliyeva, Ahmetova, Xutovskiy, Zelenko, Serikov kabi olimlar, xorijiy tadqiqotchi olimlardan esa Blum, Bruner, Bandura, Maslov, Garner, Walish kabi olimlar tadqiqot ishlarini olib borishgan. Tadqiqotning maqsadi intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning obyekti oliy ta'lim muassasalarida muhandislik yo'nalishi talabalarning intellektual tizimlar vositasida kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish jarayoni bo'lib,
tajriba sinov ishlari Toshkent kimyo texnologiyalari instituti yangi filial va Shahrisabz filiallarining texnologik mashinalar va jihozlar bakalavriat ta'lim yo'nalishlarida 2023-2026 o'quv yillarida o'tkazildi. Jami 464 nafar respondent talabalar jalb qilindi. Tadqiqotning predmeti oliy ta'lim muassasalarida muhandislik yo'nalishi talabalarining intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning mazmuni, shakli, metod va vositalaridan tashkil etadi. Tadqiqot ishimizning birinchi vazifasi sifatida intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish pedagogik imkoniyatlarini aniqlashtirish deb olganmiz. Bundagi yangilik esa intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari, xorijiy ilg'or tajribalarning adaptiv transferini, intellektual tizimlarning didaktik xususiyatlari va funksiyalariga implementatsiya qilish orqali aktivlashtirish hamda professional faoliyatga yo'naltirilgan funksional birliklarga ustuvorlik berish asosida aniqlashtirilgan. Buning natijalari axborot texnologiyalari nomli darslik mazmuniga singdirilgan. Ushbu vazifamiz doirasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishni rivojlantirish bo'yicha xorijiy ilg'or davlatlar tajribasini pedagogik imkoniyatlarini tahlil qilganmiz. Xususan, Germaniya, AQSh, Yaponiya va Finlandiya kabi davlatlarning asosiy tajribalari mazmuni tahlil qilinib, pedagogik imkoniyatlar aniqlashtirilgan va shu jumladan tadqiqot mavzusiga tatbiqi joriy etilgan. Talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishni ikki jihatga ajratib olganmiz: pedagogik jihatlar va psixologik jihatlar. Pedagogik jihatlarda kasbiy kompetensiyani shakllantirish, interaktiv metodlardan foydalanish, kasbiy yo'naltirish va mentorlik, motivatsiyani oshirish pedagogik jihatlarni ajratsak, psixologik jihatlarda stress va qo'rquvni kamaytirish, shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga ajratilganligini tahlil qilganmiz. Talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishni zaruratga aylantirayotgan pedagogik muammolar shuni ko'rsatadiki, talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish oddiy o'quv metodik vazifa emas, balki oliy ta'lim mazmuni, amaliy faoliyat, raqamli ta'lim muhiti, ishlab chiqarish talablari va baholash mexanizmlarini o'zaro uyg'unlashtirishga qaratilgan tizimli pedagogik muammo ekanligi. Ta'sir etuvchi Eshitilmayaptimi ma'ruza?
Eshitilmayapti. Tovush umuman yo'q. sifatida diagnostika, topshiriqlarni tanlash, monitoring, teskari aloqa, o'qituvchi faoliyati, kasbiy tayyorgarlik natijasi kabi taqqoslash mezonlarini tanlaganmiz va an'anaviy yondashuv bilan farqlarni solishtirganmiz va pedagogik natijalarni asoslab berganmiz. Intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini ta'minlovchi didaktik ta'minot modeli ishlab chiqilgan. Bunda o'quv materiallari, texnologik vositalar, metodik yondashuvlar intellektual ta'lim platformasiga integratsiya qilingan va ular talabalarning kasbiy faoliyat turlari bo'lmish ilmiy tadqiqot faoliyati, loyiha konstruktorlik faoliyati, tashkiliy boshqaruv faoliyati, axborot tahliliy faoliyat bilan o'zaro implementatsiya qilish jarayoniga erishilgan. Biz tomonidan ishlab chiqilgan intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtiruvchi platforma arxitekturasini ko'rishimiz mumkin. Bunda platforma foydalanuvchilar talabalar, o'qituvchilar va tutorlar bo'ladi. Platformaning asosiy modullari, ma'ruza modullari, amaliy mashg'ulot modullari, laboratoriya modullari, mustaqil ta'lim modullari, tanlov fanlari modullari, kurs ishlari modullari, amaliyot moduli va bitiruv malaka ishi modullari olingan va sun'iy intellekt elementlari qo'llanilgan. Va bunda ma'lumotlar bazasi va analitika qo'llanilib, kasbiy faoliyat turlari bilan o'zaro integratsiya qilingan. Intellektual ta'lim platformasining funksional modullarini umumiy ishlash prinsipi quyidagicha: o'quv faoliyatidan tanlanadi, qayta ishlanadi, AI asosiy, ya'ni sun'iy intellekt tahlili moslashtiriladi va talabaning o'quv trayektoriyasini yangilaymiz. Biz tomonidan ishlab chiqilgan Intel platformasining bosh oynasini ko'rishimiz mumkin. Bunda talabalarning kasbiy faoliyat turlarini qiziqish doirasiga qarab ilmiy tadqiqot, loyiha konstruktorlik, tashkiliy boshqaruv, axborot tahlillarning qiziqish foiz ko'rsatkichlarini aniqlashimiz va ushbu platformada majburiy fanlar, tanlov fanlari, fakultativ fanlar, mustaqil ta'lim, kurs ishi, amaliyot kundaligi, bitiruv malaka ishi modullarini bosh sahifamizda ko'rishimiz mumkin. Ergonomik yondashuvlarga qaratilgan.
Tadqiqotimizning 4-vazifasi talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish deb olib, unda quyidagi yangilikka erishilgan. Intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi kognitiv analitik yondashuvga asoslangan raqamli rejalashtirish, texnodidaktik kompleks muhitida ta'lim jarayonining barqarorligi va moslashuvchanligini ta'minlash hamda kasbiy rivojlanish jarayonining individuallashtirilgan tuzilmasini bir butun metodologik tizimda mujassamlashtirish asosida takomillashtirilgan. Buning natijalari texnik tizimlarda axborot texnologiyalari nomli darslik mazmuniga singdirilgan. Ushbu vazifamiz doirasida ishlab chiqqan metodikamiz o'quv jarayoniga joriy etish shart-sharoitlari o'rganilib, pedagogik, tashkiliy, texnologik, metodik va motivatsion shart-sharoitlar aniqlangan va amaliy namoyon bo'lishi va metodik ahamiyati ochib berilgan. Zamonaviy metodlar ta'lim shakllariga mexanik tarzda biriktirilmaydi, balki har bir ta'lim shaklining didaktik vazifasi va kasbiy faoliyat turi bilan moslashtiriladi. Ma'ruza mashg'ulotida muammoli vaziyat va interaktiv savollar nazariy bilimni kasbiy muammo bilan bog'lashga xizmat qilsa, amaliy mashg'ulotlarda case study va adaptiv topshiriqlar mustaqil qaror qabul qilishni rivojlantiradi. Laboratoriya mashg'ulotlarida simulятsion va o'qitish va virtual tajriba texnik jarayonlarda xavfsiz raqamli muhitda o'rganish imkonini beradi. Mustaqil ta'lim, adaptiv materiallar va refleksiv topshiriqlar talabaning o'z-o'zini rivojlantirish faoliyatini boshqaradi. Kurs ishi, amaliyot va bitiruv malakaviy ishi jarayonlarida esa loyiha, izlanish, elektron portfolio va refleksiv monitoring metodlari talabaning kasbiy shakllanishini yakuniy bosqichga olib chiqadi. Intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning metod vosita natija mexanizmi ishlab chiqilgan bo'lib, bunda har bir kasbiy faoliyat turi bo'yicha, ya'ni ilmiy tadqiqot faoliyati, tashkiliy boshqaruv faoliyati, loyiha konstruktorlik faoliyati va axborot tahlili faoliyati bo'yicha har bir faoliyat turiga alohida metod, vosita va natijalar mexanizmi ishlab chiqilgan. Tadqiqot ishimizning 5-vazifasi intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish samaradorligini oshirish deb belgilab olib, ushbu vazifa doirasida erishilgan yangiligimiz quyidagicha. Intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish samaradorligi kasbiy baholash mezonlariga tayangan holda intellektual monitoring bosqichlarini yuqori, o'rta va quyi darajalarda aniqlash hamda kasbiy tayyorgarlik komponentlarini spiral metodologik jarayonda progressiv rivojlantirish parametrlarini sinergetik transformatsiyalash va bilim darajasining dinamikasini ta'minlash asosida oshirilgan. Buning natijalari kompyuterli boshqarish tizimlari nomli darslik mazmuniga singdirilgan. Ushbu vazifamiz doirasida biz kognitiv intellektual, kreativ texnologik, interaktiv kasbiy kabi baholash mezonlarini tanlab olganmiz. Kognitiv intellektual baholash mezonida talabaning bilimlarini o'zlashtirish, tahlil qilish, muammolarni hal etish va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan mezon deb olganmiz. Kreativ texnologik mezonda talabaning innovatsion g'oyalarini ishlab chiqish, zamonaviy raqamli texnologiyalar va texnik vositalardan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan mezon deb olganmiz. Interaktiv kasbiy mezon talabaning kasbiy faoliyatda muloqot qilish, hamkorlikda ishlash, amaliy vazifalarni bajarish va real ish muhitiga moslashish kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan mezon deb olingan. Pedagogik tajriba sinov ishlarimiz 3 bosqichda amalga oshirilgan. Birinchi bosqichda tajriba sinov ishlarining maqsadi va vazifalari belgilangan, obyektiv predmeti aniqlashtirilgan, baholash mezonlari ishlab chiqilgan va ko'rsatkichlar aniqlangan. Ikkinchi bosqichda dasturiy didaktik ta'minot joriy etilgan, zamonaviy ta'lim metodlari qo'llanilgan, elektron resurslar va virtual laboratoriyalardan foydalanilgan. Uchinchi bosqichda tajriba va nazorat guruhlari natijalari taqqoslangan, har bir oliy ta'lim muassasasi kesimida tahlil qilingan. Umumiy natijalar matematik statistik usullar asosida qayta ishlangan. Tanlab olingan respondent talabalar 3 ta oliy ta'lim muassasasi tanlangan, Toshkent kimyo texnologiyalari instituti va uning yangi filiali va Shahrisabz filiallaridan jami 464 nafar respondent talabalar, jumladan 230 nafari tajriba guruhida, 234 nafari nazorat guruhlarida shakllantirilib borilgan. Pedagogik tajriba sinov natijalariga ko'ra, umumiy tahlil natijalari bo'yicha tajriba guruhlarida talabalarning kasbiy tayyorgarlik darajasi nazorat guruhlariga nisbatan o'rtacha 15% ga yuqori bo'lganligi qayd etilgan. Tajriba va nazorat guruhlari natijalarining farqi Pearson mezoni asosida tekshirilib, olingan natijalar intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish metodikasini samaradorligini statistik jihatdan ishonchli ekanligini tasdiqlagan.
Tadqiqotimiz doirasida 37 ta ilmiy uslubiy ishlar olib borganmiz. Jumladan 7 ta darslik, bitta monografiya, 11 ta maqola, 9 tasi respublika jurnallarida, 2 ta xorijiy va 30 ta mualliflik guvohnomasi. Dissertatsiyamizning umumiy hajmi 248 betni tashkil etadi. Tadqiqot ishimizning xulosa qismi avtoreferatimizda mavjud. Tavsiyalarimiz ham avtoreferatda mavjud. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Tak, marhamat, hurmatli kengash a'zolari, savol-javoblarga o'tamiz. Shunda qanday savollar bor? Marhamat. Rahimboy Bahodir. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, muhtaram mehmonlar, mana ko'rdik. Tadqiqotchi o'zining dissertatsiya mavzusi bo'yicha ma'lumotini yaxshi ma'noli, mazmunli yoritib berishga harakat qildi. Shunday bo'lsa-da, hurmatli tadqiqotchi, menda quyidagicha savollar paydo bo'ldi. Agar yozib olsangiz yaxshi bo'ladi. Avtoreferatingizda aytilganda, talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyasi degan tushuncha haqida to'xtalib o'tganingizda, aynan siz dissertatsiyangizda qaysi texnologiyalardan foydalandingiz? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol, talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari degansiz. Pedagogik imkoniyatlar deganda qaysi pedagogik imkoniyatlarni nazarda tutdingiz? Bu ikkinchi savol. Uchinchi savol. Talabalarning kasbiy tayyorgarligining xorijiy tajribasini takomillashtirish. Ya'ni siz hozir ma'ruzangizda ham chiqishingizda ham ko'rdik, ko'plab xorijiy tajribalarni o'rgangansiz, tahlil qilgansiz va mustaqil ravishda avtoreferat va dissertatsiya yoritib berishga harakat qilgansiz. O'sha tajriba jarayonida xorijiy tajribalarda qaysi mamlakatlar tajribalarini o'rgandingiz, tahlil qildingiz? Agar tahlil qilgan bo'lsangiz, qanday samaradorlikka erishdingiz? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Avvalambor savolingiz uchun rahmat ustoz. Demak, bergan birinchi savolingiz bo'yicha, ya'ni talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda qanday texnologiyalardan foydalangansiz degan savolingizga biz tomonidan ishlab chiqilgan 3 bosqichli interaktiv pedagogik texnologiya modelini taklif qilishimiz mumkin. Bunda 3 bosqich va bundagi birinchi bosqichda biz poydevor va direktorlarni belgilash deb bo'lganmiz. Bunda tayyorlash fan sifatida texnik tizimlarda axborot texnologiyalar fanlari asos qilib olingan va undagi ma'ruza mashg'ulot, amaliy mashg'ulot va mustaqil ta'lim topshiriqlaridagi o'qitish uslubiyoti saqlangan va ishlatilgan tizimlar vositasida. Xususan talabalarning individual trayektoriyasini shakllantirish bosqichlari ko'rilgan, ya'ni bu yerda individual trayektoriyani shakllantirish nima deyiladi? Ya'ni bizga mezonli hisoblangan malaka talablaridagi kasbiy faoliyat turlari bo'yicha individual trayektoriyani tanlash imkoniyati paydo bo'lgan. Ikkinchi tajriba bosqichimizda fanlararo bog'liqlik deb olganmiz va bundagi mutaxassislik fani hisoblangan asosiy texnologik jarayon va qurilmalar hamda sovutish texnikasining nazariy asoslari deb olingan fanlar asosiy mutaxassis fanlar deb olingan va undagi o'qitish uslubiyotini texnik tizimlarda axborot texnologiyalar fani o'qitish uslubiyotini olib o'tganmiz. Ya'ni bu yerdagi o'qitish metodlari, foydalari, uslublarini biz bu fanlarda ham qo'llab ko'rganmiz va natijada platformaga integratsiya qilgan. Uchinchi bosqichimizda kasbiy ixtisoslashuv va platforma deb olganmiz va bunda biz tomonidan ishlab chiqilgan platformada tanlov fanlarini kasbiy faoliyat turlaridan kelib chiqqan holatda tanlash imkoniyatini yaratganmiz. Ya'ni talabani qiziqish doirasidan bilib, o'sha tanlov fanlarini tanlash imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni kurs ishini biz raqamli formatga o'tkazib, bu kurs ishidagi ma'lumotlarni talaba qanchalar bilan o'zlashtirishini biz analitika, ya'ni ma'lumotlar bazasida shakllantirish orqali talabani xususiyatlarini aniqlaganmiz va amaliyot kundaligi va amaliyot joylarini tanlashda ham intellektual tizimlar vositasida ishlab chiqqanmiz. Bitiruv malakali ishlar mavzusini tanlash hamda bitiruv malakali ishlarni yozish jarayonini ham raqamlashtirganmiz. Aynan mana shu pedagogik texnologiyalarda ishlab chiqqanmiz va mana shundan foydalanganmiz. Bundan tashqari yana biz qo'shimcha blended learning, case study kabi texnologiyalardan ham ta'lim jarayonimizda foydalanganmiz. Ikkinchi savol bo'yicha pedagogik imkoniyatlar. Talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda qanday pedagogik imkoniyatlarni aniqlashtirgansiz degansiz. Tadqiqotimizda pedagogik imkoniyatlarni aniqlashtirganimizda diagnostika qilish, talabalarning bilimlarini diagnostika qilish, individual o'quv yo'nalishini belgilash,
adaptiv topshiriqlar berish, fanlar aro integratsiyani kuchaytirish, raqamli monitoring va refleksiv baholash kabi pedagogik imkoniyatlarni biz aniqlashtirganmiz tadqiqot ishimizda. Uchinchi savol. Uchinchi savolimizda xorijiy tajribalar asosida qaysi davlatlarda o'rgangansiz deb aytgan savolingiz bo'yicha biz o'rgangan talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish bo'yicha biz rivojlangan davlatlardan Germaniya, AQSh, Yaponiya va Finlandiya kabi davlatlarni o'rganib chiqamiz. Masalan, Germaniya davlatini oladigan bo'lsak, Germaniya davlatida asosiy ta'lim mazmuni dual ta'limga qaratilgan ekan. AQShni ta'lim jarayonini o'rgangan paytimizda bu kompetensiyaviy ta'limga project based learning, case study, startup va universitet sanoat hamkorligi ishlab chiqarish hamkorligi bo'yicha tadqiqotlar olib borganligini ko'rganmiz va Yaponiyani mentorlik, ish madaniyati, intizom, korporativ qadriyatlar, bitiruvchilarni kuzatish kabi ta'lim jarayonlarini tahlil qilganmiz. Finlandiyani markaziy ta'lim, talaba markaziy ta'lim degan qoidalarda ishlar ekan, individual yondashuv, raqamli texnologiyalar, o'qituvchi yo'lboshchi modelida ishlash ekan. Biz bunda tadqiqotimizga qanday tatbiq etgan desangiz, Germaniya ta'limida intellektual tizimlar orqali amaliy faoliyat natijalarini kuzatish va kasbiy tayyorgarlik darajasini baholash imkonini beradi. Ya'ni biz amaliyotimizni raqamlashtirish natijasida o'sha dual ta'limni bir qadar Germaniyaning bir qadar imkoniyatlarini o'zimizga tatbiq etganmiz va AQShdagi esa adaptiv loyiha topshiriqlari individual tavsiyalar va kasbiy kompetensiyalar monitoringini tashkil etishga asosligini ko'rganmiz. Ya'ni bu yerdagi amaliy topshiriqlarga berilayotgan, ya'ni kasbiy faoliyat turi bo'yicha beriladigan topshiriqlar kompetensiyaviy ta'limni AQShdagi o'sha pedagogik imkoniyatini ko'chirganmiz. Yaponiyadagi davlatlarda intellektual tizimlar asosida talabaning kasbiy rivojlanishini, motivatsiyasini oshirish, qiziqishini uyg'otish kabi psixologik jihatlarni tahlil qilganmiz. Marhamat. Yana savollar. Savollar. Ilhom Zapelevich. Menda birinchisi mana yangi platforma yaratgan ekansiz, to'g'rimi? Platformada o'qituvchiga talabalarning o'zlashtirish holatlarini tahlil qilish imkonini beradimi? Ikkinchi savolim, o'sha platformada kurs ishi, mustaqil ta'lim va tanlov fanlariga bog'liq qanday amalga oshirilgan yangiliklaringiz mavjud? Va uchinchisi, intellektual platforma oddiy elektron ta'lim platformasidan, ya'ni o'zimizning xemis tizimlardan nimasi bilan farq qiladi? Yoza oladi. Avvalambor savolingiz uchun rahmat ustoz. Siz bergan birinchi savolingiz bo'yicha talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda o'sha platformamiz talabani o'zlashtirishiga qanaqa imkoniyat yaratadi deb aytgansiz. Bu platforma talaba bunda test kechadi. Testlarimiz oddiy test emas, intellektual testlar hisoblanadi va o'sha test topshiriqlar, mustaqil ish va amaliy faoliyat natijalarini jamlab o'zlashtirishda tahlil qilib oladi. Ya'ni biz boya platformamizda ko'rsatgan modelimizda platformamizda aynan ko'rgan bo'lsangiz bir qancha modullar o'rganamiz va sun'iy intellekt elementlarini kiritganmiz va ma'lumotlar bazasi bunda shakllanadi. SQL bazada shakllanadi. Talabalarda o'sha o'zlashtirish ko'rsatkichlar tahlil qilinib, ularga mos ravishda intellektual tizim tomonidan topshiriqlar beriladi va tahlil va monitoring natijasida talaba agar yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, unga murakkabroq topshiriqlar, agar o'rtacha o'zlashtirgan bo'lsa, o'rtacha turdagi topshiriqlar va o'zlashtirishda sayozlik seziladigan bo'lsa, unda feedback tizimini qo'yganmiz, ya'ni qaytadan boshqa-boshqadan ishlash mexanizmi bo'lgan va unda o'sha kasbiy faoliyat turlariga bog'langan holatda savollar, testlar, topshiriqlar, mustaqil ta'lim ishlarini barchasini o'sha kasbiy faoliyatga bog'langan holatda ishlab chiqqanmiz. Ikkinchisida aytasiz, kurs ishi, amaliyot aynan xuddi shunday modulimiz bor. Platformamizda kurs ishlari, bilamizki, bugungi kungacha kurs ishlari odatda qo'lyozma huquqida yoziladi, asosan daftarlar yoziladi yoki qog'ozlarga yoziladi va undagi ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatimiz biroz cheklangan. Aynan biz taklif etayotgan platformada kurs ishlarini tizimda jamlab borib, u qiziqqan mavzusi doirasida olishi mumkin. Ya'ni bir kurs ishida to'g'ri kelgan mavzuni emas, aynan o'sha qaysi kasbiy faoliyat turiga qiziqadi va o'sha qiziqqan kasbiy faoliyat turi bo'yicha o'ziga kurs ishi mavzusini tanlab oladi. Tanlab olgandan keyin unga yozgan ma'lumotlari tizimda tahlil qilib, ma'lumotlar bazasida yig'ilib boriladi va tahlil va monitoring etapidan o'tiladi.
aynan o'shanga qarab bizni talabani kasbiy tayyorgarlik, ya'ni biz faqatgina o'quv jarayonida kasbiy tayyorgarlikni oshirish emas, balki o'sha ta'limni boshqa shakllar hisoblangan kurs ishi, amaliyot kabi, bitiruv malaka ishlari kabi shakllarida ham qo'llaganmiz. Amaliyotda ham xuddi shu Qo'lyozmani ham tahlil qiladimi? qo'lyozma yozilganmi? biz ishlab chiqqan platformada aynan yoziladi. Yozib boriladi. Aynan qo'lyozmani hali tahlil qilishni qo'shilmagan. Amaliyotimizda ham xuddi shunday, amaliyot joylarini tanlashda ham o'ziga yaqinroq bo'lgan hududni tanlashadi. Biz esa ishlab chiqqan loyihada aynan o'sha kasbiy faoliyat turiga, qaysi faoliyat turiga qiziqsa, o'sha faoliyat turi bo'yicha amaliyot joylarini tanlashi tavsiya etiladi intellektual tizim tomonidan. Va o'sha amaliyot kundaligi har kuni borganlik borib o'sha yerda kundalik to'ldirganligi tahlil va monitoring qilib boriladi. Aynan mana shunday qilib joriy etganmiz. Xemis tizimi bilan farqi nimada deydigan bo'lsak, biz bilamiz Xemis bu LMS hisoblanmaydi, ya'ni Learning Management System emas, u KMS ya'ni Content Management System hisoblanadi, ya'ni kontentni boshqaradi. Bu yerda o'qitishimiz boshqaruv uchun mo'ljallangan. Hozir endi mana LMS integratsiya qilib boriladi. Bizdagi asosiy farqi deb so'raydigan bo'lsangiz, bizda asosiy farqimiz o'sha kasbiy faoliyat turlari bilan bog'langanligi. Biz asosiy farq deb ko'rishimiz mumkin. Xemisda o'sha kasbiy faoliyat turlariga qaralgan topshiriqlar mexanizmi yo'q bu yerda. Biz tomonidan mana shu narsani biz qo'shimcha qilib olganmiz. Marhamat. Yana savollar. Savollar. Bunda ishtirok etayotganlar savollar bormi? Alisher Qodir bo'lish mumkinmi? Marhamat. Assalomu alaykum. Marhamat. Hurmatli rais, kengash a'zolari. Mana dokladni eshitdik. Botir o'g'liga savolim tug'ilyapti. Intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti. Intellektual tizimlar deganda nima nazarda tutilyapti? Ochiqlab bersangiz, qanaqa tizim haqida gap ketyapti? Agarda tizim o'sha foydalanilgan tizimmi, mavjud tizimmi yoki masalan shu shakllantirilgan tizimmi? Umuman tizim, intellektual tizimlar haqida. Va mana bu dokladda ham ma'lumotlar berildi va modelda berilyaptiki, jarayon mexanizmida AI tavsiya berilyapti, AI tahlil berilyapti va AI monitoring. Bu mavjud sun'iy intellekt shu dasturiy ta'minoti yoki masalan shu dasturiy paketlardan foydalanilyaptimi yoki qanaqadir o'zingizning yondashuvingiz bormi? Ulardan foydalanib amalga oshirilyaptimi? To'g'ri, boyagi baza haqida gapirdingiz, SQL bazada shu shakllanadi deb. Shularni ozgina ochiqlab bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Savolingiz uchun rahmat. Bergan birinchi savolingiz intellektual tizimlar o'zi nima? Men intellektual tizimlar o'zi nima va kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishda qanaqa vazifa bajaradi deyilgan. Intellektual tizimlar bilamizki, intellektual bu aqlli deyiladi, ya'ni aqlli tizimlar ko'pchilik buni sun'iy intellektga adashtirib yuborishadi. Aslida esa sun'iy intellekt bu bir kichik bir vosita. Intellektual tizim esa bu kattaroq direktorlarni qamrab olgan tizim hisoblanadi. Ya'ni bu yerda sun'iy intellekt ham, bulutli texnologiyalar ham yoki bo'lmasa boshqa virtual texnologiyalarni ham biz intellektual tizim deb olishimiz mumkin. Ko'pchilik o'ylaydi, intellektual tizim bu aynan sun'iy intellekt. Yo'q, bunday emas. Intellektual tizim bu o'sha bir nechta tizimlarning birlashmasi hisoblanadi. Aynan kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishda biz o'zimiz tomonidan ishlab chiqilgan platforma, o'zimiz mutaxassisligimiz axborot texnologiyalari bo'lganligi uchun platformani biz o'zimiz ishlab chiqamiz va unda aynan o'sha sun'iy intellekt elementlarini AWS ya'ni Amazon Web Service va Google'ning sun'iy intellekt bulutli texnologiyalar elementlaridan Dialogflow, TensorFlow kabi elementlardan foydalanganmiz. Bu albatta ulardagi elementlardan foydalanishimiz, lekin dasturiy ta'minot o'zimiz tomonidan ishlab chiqilgan. Keyin model boshlanamiz. Modelda mazmunli texnologik blogida jarayon mexanizmi deyilgan va unda diagnostika, individual trayektoriya, adaptiv topshiriq, amaliy simulятsion faoliyat, monitoring, AI tavsiya va korreksiya, ya'ni tozalash deyilgan.
Bunda bu jarayon mexanizmida sun'iy intellekt elementlari qay darajada qo'llanilgan deydigan bo'lsak, biz platformamiz o'sha SQL bazada ma'lumotlar tahlil qilinadi. Biz bilamizki, sun'iy intellekt nimanidir tahlil qilish uchun unga avvalo ma'lumot kerak bo'ladi. Biz o'sha ma'lumotlarni aynan o'sha talaba faoliyati doirasida yig'ilgan ma'lumotlardan olganmiz va o'sha platformamizga bu narsani integratsiya qilganmiz. Amaliy simulyatsiya faoliyat monitoring boya aytganimdek web AWS ya'ni Amazon Web Service va Google'ning cloud texnologiyalaridan foydalangan holatda buni platformamizga integratsiya qilganmiz. Mavjud elementlarni. Tushunarli, rahmat. Tak, marhamat. Yana savollar. Assalomu alaykum, hurmatli rais. Menda bir nechta savol bor edi. Marhamat, Jalal Abdurasovich. Men birinchi savolim mana boya platforma bo'yicha bo'lyapti. Sizning platformangiz ochiq platformami yo yopiq platformami? Birinchi savol va keyingisi sizning mana shuncha axborot texnologiyasi platforma ishlab chiqyapsiz. Buning yuridik asosi bormi platformangizning? Va uchinchi savolim shundan iboratki, boya tajriba sinovda qisqa aytib o'tib ketdingiz. Tajriba sinov uchun uning samaradorligini aniqlash uchun qaysi formulalardan va qanday joriy etgansiz? Shu to'g'risida ham qisqa ma'lumot berib o'tsangiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Savolingiz uchun rahmat. Demak, birinchi bergan savolingiz bo'yicha platformangiz biz tomonidan ishlab chiqilgan platforma ochiqmi yoki yopiqmi degan savolimizga biz ishlab chiqilgan platforma lokal platforma hisoblanadi. Ya'ni bu o'sha maxsus universitetda yoki institutda lokal tarmoq sifatida ishlatiladi. Yopiq deyilgani bu aynan talabalar login parollar bilan kiriladi va o'quvchi ham login paroldan kirib o'sha ma'lumotlardan foydalanadi. Lokal serverlarda saqlanadi platformamiz. Ikkinchisi bo'yicha yuridik asosi bormi platformangiz deyilyapti. Aynan bu platformani bo'yicha biz Adliya vazirligidan elektron hisoblash mashinalari uchun guvohnomalar olingan. Yuridik asos deb agar hisoblasak, Google'larimiz mavjud har bitta modullar bo'yicha alohida elektron guvohnomalar olganmiz. Samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha savol beryapsiz. Samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha biz tajriba sinov ishlarini 3 bosqichda amalga oshirganmiz. Bu Toshkent kimyo texnologiyalari instituti yangi filiali va shahar filiallarida jami 464 nafar talabalar tanlab olingan. Bunda asosiy 3 bosqichimiz 23-24 o'quv yillarida, o'shaning birinchi bosqichimizda biz asosan tajriba sinov ishlarini maqsadi va vazifalarini belgilab qo'yganmiz. Obyekt predmetini aniqlashtirganmiz, baholash mezonlari ishlab chiqarilgan biz tomonidan va ko'rsatkichlar aniqlangan. O'sha yuqori o'rta quyi darajalardagi ko'rsatkichlar aniqlangan. Ikkinchi bosqichimizda dasturiy didaktik ta'minot joriy etilgan, zamonaviy ta'lim metodlari qo'llanilgan, elektron resurslar va vizual laboratoriyalardan foydalangan. Uchinchi bosqichimizda tajriba va nazorat guruhlari natijalari taqqoslangan, har bir oliy ta'lim muassasasi bo'yicha tahlil qilingan va umumiy natijalar matematik statistik usullar orasida qayta ishlanganda Pearson mezoni bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichimiz nazorat guruhiga nisbatan 15% ga oshganligini aniqlaganmiz. Yetarlimi Jalal Abdurasovich? Rahmat. Chatdan savol bor ekan. Chatdagi savolni o'qing. O'qing. Tanlov fanlarini sun'iy intellekt tavsiyasi asosida belgilash talabaning kasbiy rivojlanishiga qanday yordam beradi? Birinchi savol. Ikkinchi savol, kurs loyihasi va amaliyot jarayonlarini raqamli refleksiya bilan bog'lashdan qanday natija kutiladi? Uchinchi savol, siz ishlab chiqqan metodikaning avvalgi metodikalardan farqli jihati nimada? Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Savolingiz uchun rahmat. Demak, birinchi savolimiz tanlov fanlarini sun'iy intellekt tavsiyasi asosida belgilash talabaning kasbiy rivojlanishiga qanday yordam beradi?
talabani sun'iy intellekt o'sha tanlov fanlari modulimizda biz tomonidan ishlab chiqilgan tanlov fanlari modulimizda talaba aynan o'sha malaka talablarida belgilangan kasbiy faoliyat turlari bo'yicha AI testidan o'tadi, ya'ni sun'iy intellekt testidan o'tadi va uni qiziqish doirasi aniqlanadi. Ya'niki bir talaba bo'lishi mumkin, ilmiy tadqiqotga qiziqishi yoki bo'lmasa loyiha konstruktorlikka qiziqishi yoki tashkiliy boshqaruv va axborot tahlil faoliyatiga qiziqishi mumkin va aynan o'sha qiziqishi doirasida agar tanlov fanlarini tanlasa, uni kasbiy tayyorgarligi va o'sha kelajakda ishlaydigan joyiga borishiga yaxshigina zamin yaratadi deb hisoblaganmiz va o'sha kasbiy tayyorgarlik faoliyat turlarini tanlab olishga yordam beradi. Ikkinchisi, kurs loyihasi va amaliyot jarayonlarini raqamli refleksiya bilan bog'lashda qanday natija kutiladi deyilyapti. Bunda talaba o'z faoliyatini tahlil qiladi, yo'l qo'ygan xatolar va kamchiliklarni ko'rib chiqadi. Ya'ni kurs ishida shunchaki yozib topshirib kelish emas, bilamiz an'anaviy kurs ishlarini topshirishda ham xato kamchiliklar bo'lsa qaytaradi. Bu platformamizda ham xuddi shunday. O'sha plagiat tizimi ham bor. O'sha kurs ishida yozgandagi ko'chirmachilikda oldini olish yoki bo'lmasa noto'g'ri yozilgan bo'lsa, aynan mana shularni qaytaradi. Shu jihatdan refleksiv bilan bog'lashda qanday shunday natija kutiladi. Keyin siz ishlab chiqqan platformani metodikani avvalgi metodikalardan farqli jihati nimada deyilyapti. Metodika farqli jihati unda o'quv jarayoni faqat an'anaviy o'qitish bilan cheklanmaydi, balki o'sha blended learning deymiz, aralash ta'lim, intellektual platforma, adaptiv topshiriqlar, individual trayektoriya, raqamli monitoring va refleksiv baholash kabi metodlarni yagona tizimda uyg'unlashadi, ya'ni platformada birlashadi. Yana savollar bormi? Bunda savol bor. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi a'zolari. Menda ikkita savol bor. Birinchisi, mana siz tomoningizdan metodika taklif qilingan ekan. Mazkur o'sha siz tomoningizdan taklif qilingan metodika qaysi pedagogik tamoyillarga asoslanadi? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, intellektual tizimli bu ko'proq o'sha shaxsga yo'naltirilgan bo'ladi. Birinchi o'sha funksiyalardan bittasi shu bo'ladi. Siz o'sha taklif qilayotgan intellektual tizimda o'sha shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyili intellektual ta'lim tizimi orqali qanday amalga oshiriladi? Ya'ni siz taklif qilayotgan intellektual ta'lim tizimi orqali shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyili qanday amalga oshiriladi? Avvalo, assalomu alaykum ustoz. Savolingiz uchun rahmat. Biz tomonidan ishlab chiqqan metodikada hozir modelim qanday ta'lim tamoyillarini ishlab chiqqansiz deyilgan. Bu aynan o'sha modelimizning tashkiliy metodologik blogida ham mavjud. Bu kasbga yo'naltirilganlik tamoyili, adaptivlik tamoyili, fanxonaro uzviylik tamoyili, monitoring va refleksivlik tamoyili va shaxsga yo'naltirilganlik tamoyillaridan foydalanganmiz o'sha ishlab chiqqan metodikamizda. Ikkinchi savolingiz o'sha intellektual tizimlar shaxsga yo'naltirilganlik bilan o'lchanadi. Ya'ni intellektual tizimlar orqali qanday bo'ladi? Shaxsga yo'naltirilgan. Mana biz bilamizki, an'anaviy ta'limda auditoriyada o'qituvchi talabalarga umumiy qilib savollar beriladi va topshiriqlar ham umumiy bo'ladi. Bunda shaxsga yo'naltirilganlik birozgina sayozroq qaraladi. Biz tomonidan ishlab chiqilgan platformada o'sha topshiriqlarda o'sha qiziqqan, ya'ni talaba shaxsiy o'zi qiziqqan kasbiy faoliyat turiga qarab topshiriqlar tanlashi mumkin. Aytaylik, masalan, texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanining amaliy mashg'ulotida bir topshiriq keladigan 4 xil topshiriq turi bo'ladi, ya'ni ilmiy tadqiqot, kasbiy faoliyat, tashkiliy boshqaruv, axborot tahlil va loyiha konstruktorlik faoliyati bo'yicha topshiriqlar tizimi ishlab chiqiladi o'qituvchi tomonidan. Talaba o'sha fanni va o'sha mavzuni o'zlashtirish uchun o'zi qiziqqan faoliyat turiga qarab topshiriqni tanlab oladi. O'sha 4 ta faoliyat turidan kelib chiqqan topshiriqlarni tanlab oladi. Aynan mana shu jihat biz tadqiqot ishimizda shaxsga yo'naltirilganlikni asoslaydi deb olganmiz. Rahmat, yetarli. Tak. Marhamat, So'zni Oltinboyev, siz ham savol so'ragan ekansiz. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Demak, quyidagi savollarim bor bir nechta tadqiqotchiga.
Demak, birinchi savol mana o'sha dissertatsiyada ishlab chiqilgan modelga agar e'tibor beradigan bo'lsak, avtoreferatda bergansiz. Modelni yakunida siz beryapsizki, kasbiy tayyorgarligi takomillashgan talaba degansizda, bu kasbiy o'sha talabani qaysi holatda kasbiy o'sha tayyorgarligi takomillashgan darajada deb hisoblaysiz? Ikkinchisi, mana tadqiqot doirasida ishlab chiqilgan o'sha intellektual platformani asosiy vazifalari, yana muhim vazifalar sifatida qaysilarini e'tirof etasiz? Uchinchi savolim, mana bugungi kunda o'sha ko'plab haligi nimalarda sun'iy intellekt texnologiyasidan foydalanishga e'tibor qaratilyapti. Sizdan umuman o'sha ishlab chiqqan platformangizda sun'iy intellekt texnologiyasi vositasida talabalarga tavsiyalar ishlab chiqish, umuman talabalarni o'quv jarayonidagi o'sha individual ta'lim trayektoriyasini shakllantirishda qanday muhim rol o'ynaydi? Avvalambor assalomu alaykum ustoz. Savolingiz uchun rahmat. Savolingizda biz tomonidan ishlab chiqilgan model yakuniy natijasi kasbiy tayyorgarligi takomillashgan talaba deb haqiqatan shunday deb qo'yganmiz va bu natija nima beradi? Modelimizda bu natija kasbiy bilimga ega, raqamli texnologiyalardan foydalana oladigan, amaliy vazifalarni mustaqil bajara oladigan, loyihalash va tahlil qilish ko'nikmalari shakllangan va kasbiy faoliyat turlari bo'lgan, o'zi qiziqqan kasbiy faoliyat turlariga egallagan talaba sifatida qaraladi. Shuni mazmunda berganmiz. Ya'ni kasbiy faoliyat turidan birortasiga qiziqadi va balki hammasiga qiziqadi. O'sha faoliyat turini o'zlashtirgan talaba sifatida qaraganmiz. Ikkinchi savolda aytibsizki, platformani asosiy vazifalari nimalardan iborat? Tadqiqotimizning o'zi maqsadi o'sha kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish deb olinadi va undagi platformamizning asosiy vazifalari kasbiy tayyorgarlik jarayoniga taalluqli bo'lgan o'sha kasbiy faoliyat turlari va undagi o'sha ma'ruza, amaliy, laboratoriya mashg'ulotlari, tanlov fanlarini tanlash mexanizmi, kurs ishi va amaliyot, shuningdek ilmiy turmakdagi ishlar umumiy yaxlit mexanizm sifatida ishlash va o'sha ma'lumotlar bazasida shakllangan orqali talabani o'sha monitoring qilib borish deb olganmiz. Uchinchi savol bo'yicha sun'iy intellekt ta'lim trayektoriyasini qanday shakllantiradi? Sun'iy intellekt biz tomonidan ishlab chiqilgan ta'lim platformasida albatta sun'iy intellekt elementlari mavjud, chunki intellektual platforma hisoblanadi va bunda talabaning ehtiyojlari, qiziqishlariga mos bo'lgan mavzu yoki tanlov fanlarini tanlash, amaliy faoliyatda, amaliy topshiriqlarda o'zi qiziqqan sohaga qarab topshiriqlarni bajarish imkoniyati aynan mana shu o'quv trayektoriyani belgilash deb qaraladi. Ya'ni tanlov fan u qaysi faoliyatga qiziqishiga qarab o'sha AI test orqali o'tilganda tanlanadi. Aynan mana shu o'quv trayektoriyani belgilashga sun'iy intellekt yordam beradi. AI testlar orqali, sun'iy intellekt testlari orqali. Tavsiya sifatida aynan baribir bilamiz, sun'iy intellekt bu qaror qilish emas, shunchaki tavsiya sifatida beradi va talaba qarorni oxirida baribir o'zi qilishi kerak. Tavsiya beradi bizning platforma. Shu orqali o'quv trayektoriya shakllanadi. Yetarlimi? Shunda Oltinboyevich. Rahmat. Rahmat sizga ham salomat bo'ling. Yana bormi savollar? Yetarli. Yettita savol berildi. 7ta doktordan savol berildi. Meni savolim bor, men rais sifatida berib. Birinchi savolim qarang. Talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning nazariyasi deyapsiz-da mavzuda, dissertatsiya. Umuman nazariya to'g'risida hech narsa gapirmadingiz dissertatsiyada. Qayerda o'sha nazariyasi bor dissertatsiya? Birinchi savol, mayli. Bir yo'la ikkinchi, keyingilarda. Mana bu platformangiz haqiqatan ham agar shu platformangiz ishlasa zo'r bo'ladi-da. Bu yerda juda ko'p ma'lumotlar bazasiga boy bo'lish kerak. Siz mana texnologik mashina jihozlar yo'nalishi uchun deb qilgansiz-da buni, to'g'rimi? Siz endi bu sohaning mutaxassisi emassiz.
Texnologik mashina jihozlar bo'yicha siz mutaxassis emassiz. Bu yerda qanaqa savollar, qanaqa ma'lumot kiritishini siz bilmaysiz. Bilmaysiz. Bu yaratishingiz mumkin bu narsani. Shu ma'lumotlar bazasini kiritishda kimlar tomonidan kiritildi ma'lumotlar bazasiga o'sha kerakli ma'lumotlar masalan. Buni qaysi oliy ta'lim muassasalarida bu ekspertizadan o'tdi bu platforma. Agar bu platforma ishlasa, bu juda katta ta'limda yangilik bo'ladi. Bu sohada agar texnologik mashina jihozlar bo'yicha agar siz yaratib buni haqiqatan men adliyadan o'tkaziryapmiz dedingiz, juda yaxshi. Hozirgi kunda oliy ta'lim oldida turgan eng katta muammolardan bittasi shuda hozir. Sun'iy intellekt jalb qilib, talabaning bilimini sun'iy intellekt baholab bersin. Siz aytyapsiz, tanlov fandi ham даже sun'iy intellekt tanlayveradi deyapsiz. Tavsiya beradi deyapsiz, to'g'rimi? Kurs ishi bu yerda deyapsiz. Amaliyot deyapsiz. Bu yerda yana bitiruv malaka ishi deyapsiz. Bu yerda juda katta ma'lumotlar bazasi kerak bo'ladi-da. Shu to'g'risida ma'lumot bering. Avvalo, savollardan ustoz. Birinchi savolingiz aynan intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti deb mavzusini olganmiz va bundagi nazariya haqida haqiqatan gapirmadim, lekin nazariya bilamizki, ko'pchilik o'ylaydi intellektual tizimlar yoki bo'lmasa sun'iy intellekt nazariyasini keltirib chiqarib bo'lmaydi deyishadi, lekin aslida bu nazariya chiqariladi, chunki 1946-yilda Alan Turing kabi buyuk matematik bo'lgan va u aynan nazariya asosini keltirib chiqargan. Tadqiqot ishimizda bu narsani yoritganmiz. Ya'ni sun'iy intellekt aniq fanlar, ya'ni bir fandan chiqib kelmaganda, u bir nechta fanlar, fizika fanlaridan, matematika fanlaridan, texnika fanlaridan kelib chiqqan holatda sun'iy intellekt nazariyasi shakllantirilganda, aynan biz tomonidan ishlab o'sha nazariyasi deb olganimiz ham o'sha intellektual tizimlarning tub mohiyati tagida nima asosga yotadi degan mazmunni olganmiz va o'sha narsani tadqiqot ishimizga keltirganmiz va yana siz mavjud nazariyani to'g'risida gapiryapsiz. Mavjud sizning o'zingizning ilmiy ishingizdagi nazariya to'g'risida savol beryapman. Ilmiy ishimizdagi intellektual tizimlar aynan bizning fikrimizcha o'sha intellektual tizimlar bu o'sha aqlli tizimlar hisoblanib, talabani yoki umuman faoliyatni baholash, tahlil qilish, monitoring qilish va xulosa chiqarish va refleksiya qilish mexanizmini oladi. Men shu nazardan bermoqchiman. Tadqiqotimizda shunga kelishganmiz. Ikkinchisi o'sha ikkinchi tayyorgarlik nazariyamizda esa kasbiy tayyorgarlik. Biz bilamiz, kasbiy tayyorgarlik bo'yicha juda ham ko'p olimlar tadqiqotlar olib borishgan, kasbiy kompetensiya, kasbiy tayyorgarlik bo'yicha. Aynan biz tomonidan ishlab chiqilgan ish ta'rifimiz kasbiy tayyorgarlik bu o'sha talabani yoki bo'lmasa o'sha shaxsning ma'lum bir yo'nalishda ishlay olish ko'nikmasini, kasbiy ishlay olish ko'nikmasini egallashiga biz kasbiy tayyorgarlik deb olganmiz. Ikkinchi savolingiz bo'yicha so'z ma'lumotlar bazasi o'sha platforma haqiqatan ishlab chiqilganida, bu haqiqatan ishlab chiqilgan va Adliya vazirligi tomonidan 10 ta ma'lumotlik guvohnomasi olingan, davlat reyestriga kiritilgan. Biz bu tajribasini ishlar Toshkent kimyo texnologiyalar instituti, Yangi filial va Sharqsaz filiallarida aynan o'sha aprobatsiyadan o'tgan. Aprobatsiyadan o'tgan platforma. Bizniki davlat nima olganmisiz o'shani? Davlat tomonidan olingan lokal platforma hisoblanadi. Buni tizimga joylashtirish bo'lmagan, aynan shaxs ma'lumotlari biroz maxfiylik bo'lishi kerakligi sababli biz buni har bitta o'sha tanlagan obyektlarimizda lokal serverlarda foydalanib ko'rganmiz. Shu nuqtai nazardan bu yerda haqiqatan to'g'ri aytingiz, juda katta ma'lumotlar shakllantiriladi va bunda qayerdan oldingiz deganda o'sha texnologik mashina va jihozlar yo'nalishiniga taalluqli bo'lgan kafedra o'qituvchilarida o'sha ikkinchi bosqichimizdagi asosiy jarayon va qurilmalar nomli fanlar o'tayotganimizda o'sha fan o'qituvchilari tomonidan bizga bu ma'lumotlarni kiritishda talaba yordam berishi va xususan registrator ofisida va malaka amaliyoti bo'limlaridan biz talaba ma'lumotlarini olganmiz. Rahmat. Keyin endi mana bu yerda mening texnarmanda hurmatli pedagoglar dissertatsiyada juda ko'p rus so'zlar kelyapti-da. Juda ko'p rus so'zlar kelyapti-da. Shuni yo sizlarda pedagogikada shu o'zbekchaga tarjima aktivlashtirish degan. Faollashtirish bilan so'zga ketish kerak, to'g'rimi? Shunday. Trayektoriya nima o'zbek tilida? O'zimizda yo'nalish degan parametr nima o'zbek tilida? Ko'rsatkich.
juda yorus onusida o'qiganmisiz? Sinfda o'qiganmisiz? Ruscha guruh tugatganmisiz deyman-da, dissertatsiyada shuni ko'rdim-da. Boya o'zim e'tirozlarimni bildirdim buni. Bundan buyoq o'ylaymanki, o'zbekcha olishimiz kerak demoqchiman-da. O'zbeklashtirishimiz kerak, ruscha so'zlardan qochishimiz kerak, ruscha so'zlar ketib qolgan. Yetarli bo'lmasa. Yetarli. Yaxshi muhokama bo'ldi, dissertatsiya qiziqarli, yaxshi dissertatsiya ekan. Menga juda yoqdi. Tak. Bo'lmasa. Endigi so'z. Tak. Men ovozni qayerda qoldim? So'z dissertatsiya ilmiy rahbari, pedagogika fanlari doktori, professor Mamarajab Mirsalim Elmirzayevga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, hurmatli kengash a'zolari. Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'lining intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti mavzusidagi dissertatsiyaga yozma taqrizim berganman. Mana shu taqrizimda o'zini fikrlarimni bayon etaman. Shu bilan cheklaman. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Tak, dissertatsiya avtoritetga kelgan taqrizlarni e'lon qilish uchun so'z ilmiy kotib Abdul Hamzakevich. Assalomu alaykum, yana bir bor yetak tashkilot sifatida Qarshi davlat universitetida olingan Qarshi davlat universitetining pedagogika fakulteti qoshidagi modernizatsiyalashgan ta'lim texnologiyasi kengashida ushbu ish ko'rib chiqilgan va bayonnomasi taqdim qilingan. Bayonnomasini ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori Bekpo'latov tomonidan tasdiqlangan. Seminar 13-iyun 2026-yil bo'lib o'tgan va quyidagi tavsiya va kamchiliklarni bergan. Birinchisi, tadqiqotda xorijiy adabiyotlar qiyosiy tahlili hamda ayrim nazariy tushunchalar va terminologik yondashuvlar yanada kengroq va tizimli yoritilganda ishning ilmiy nazariy asoslari va xalqaro ilmiy integratsiya darajasi yanada kuchaygan bo'lardi. Ikkinchisi, dissertatsiyada keltirilgan grafik, jadval va diagrammalarga berilgan izohlar ayrim hollarda yanada batafsilroq bo'lishi mumkin edi. Bu esa natijalarni tahliliy jihatdan yanada aniq va tushunarli ifodalash imkonini bergan bo'lardi. Keyingisi, tajriba sinov ishlari hamda solishtirma tahlil ko'lami biroz kengaytirilganda natijalarning ishonchliligi, dalillik darajasi va ilmiy asoslangan xulosalarning kuchi yanada ortgan bo'lar edi. Avtoreferatga kelgan taqrizlar 8 ta avtoreferatga taqrizlar kelgan. Demak, birinchisi Fransiya davlatining texnologik informatsion universiteti professori Said Kamov tomonidan berilgan taqriz ijobiy, kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Qozog'iston Respublikasidagi Balashov Qizilurda universiteti tomonidan berilgan texnika fanlari nomzodi dotsent Nursulton qizi tomonidan taqriz ijobiy, kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Navoiy davlat universiteti raqamli texnologiyalar kafedrasi mudiri, texnika pedagogika fanlari doktori professor Mirsanov tomonidan berilgan taqriz ijobiy, kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Uchan universiteti prorektori, pedagogika fanlari doktori professor G'afforov tomonidan berilgan va quyidagi kamchiliklar keltirilgan. Ayrim xorijiy manbalarning qiyosiy tahlili yanada kengroq yoritilsa, tadqiqotning xalqaro ilmiy integratsiyasi kuchaygan bo'lar edi. Keyingisi, ayrim diagramma va grafik materiallarga izohlar biroz batafsilroq berilganda, ularning tahliliy ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi.
Keyingisi Qarshi davlat texnika universiteti o'quvchilari bo'yicha prorektor, filologiya fanlari doktori, professor Chorshambiy tomonidan berilgan taqrir ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi kasbiy ta'limni rivojlantirish instituti direktori, filologiya fanlari doktori, professor Qadriyev tomonidan berilgan taqrir ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Ko'rsatilgan kamchilik takliflarga javob berish uchun dissertant Abdullayev Botir Baxtiyoroğlu'ga. Yetakchi tashkilot hisoblangan Qarshi davlat universiteti tomonidan bildirilgan kamchiliklarga javobimiz quyidagicha. Bildirilgan fikr va tavsiyalar umumli hamda tadqiqot ishini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga dissertatsiyada xorijiy adabiyotlar, nazariy tushunchalar va seminarlar yondashuvlar tadqiqotning asosiy maqsadi va vazifalaridan kelib chiqqan holda tahlil qilingan. Asosiy e'tibor intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishlik nazariy metodik asoslarini ochib berish, model, texnologiya va metodikani ishlab chiqish hamda ularning samaradorligini tajriba sinov asosida asoslashga qaratilgan. Ikkinchi bildirilgan tavsiyasi bo'yicha grafik jadval va diagrammalar ham tadqiqot vazifalariga mos ravishda natijalarni umumlashtirish, taqqoslash va vizual ifodalash maqsadida keltirilgan. Uchinchi savol bo'yicha tajriba ishlari belgilangan maqsad, vazifalar, tadqiqot obyekti, predmeti doirasida tashkil etilgan. Umuman olganda bildirilgan tavsiyalarga ijobiy qabul qilaman va keyingi ishlarimizda albatta inobatga olaman. Ko'chum universiteti prorektori, pedagogika fanlari doktori, professor G'affarov tomonidan kelib tushgan taqrizda ko'rsatilgan takliflarga javobimiz quyidagicha. Mazkur berilgan tavsiyalar o'rinli, tadqiqotda xorijiy tajribalar, umumiy metodik yondashuvlar asosida tahlil qilingan. Kelgusida xorijiy manbalarda davlatlar va ilmiy maktablar kesimida chuqurroq qiyosiy tahlil qilishni inobatga olamiz. Diagramma va grafik materiallar tadqiqot natijalarini vizual ifodalashga xizmat qilgan umuman kamchilikni tavsiyasini ijobiy qabul qilaman va keyingi ishlarda albatta inobatga olamiz. Bo'ldi. Tak. Rahmat, o'tiring. Tak, muhokamaga o'tamiz. Rasmiy opponent, pedagogika fanlari doktori, professor Asqarov Terboqyapti. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hamda ilmiy kengash a'zolari. Bugun ilmiy kengashda muhokama qilinayotgan tadqiqot ishining dissertatsiya va avtoritaratiga o'zimda rasmiy taqdim berganman. Shuni mazmunini tashkil etishga ruxsat beringlar. Marhamat. O'zbekiston davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi Abdullayev Botir Baxtiyoroğlu'ning 13.0006 raqamli ta'lim texnologiyasi nazariyasi va metodikasi asosligi bo'yicha intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariyasi va amaliyot mavzusidagi pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya va avtoritaratiga rasmiy opponent taqrizi. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi, intellektual texnologiyalar va ta'lim amaliyotiga chuqur kirib kelishi hamda mehnat bozorida kasbiy jihatdan raqobatbardosh mustaqil qaror qabul qiladigan zamonaviy kadrlarning yetishtirish, tayyorlash zarurati pedagogik fanlar oldiga yangi ilmiy metodik vazifalarni qo'ymoqda. Ayniqsa raqamli iqtisodiyot sharoitida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish, ularning kasbiy faoliyatga mos kompetensiyalarni shakllantirish, ta'lim jarayonini intellektual tizimlar asosida individuallashtirish va natijadorligini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu nuqtai nazardan Abdullayev Botir Baxtiyoroğlu'ning ushbu tadqiqot ishi pedagogika fanlari bo'yicha DSK darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi zamonaviy raqamli va ta'lim nazariyasi metodikasi uchun muhim ahamiyat kasb etgan dolzarb ilmiy tadqiqotlardan biri hisoblanadi. Dissertatsiya 13.0006 raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi ixtisosligi talablariga mos ravishda bajarilgan bo'lib, unda raqamli ta'lim jarayonini loyihalash, intellektual tizimlardan didaktik vosita sifatida foydalanish, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim sifatini monitoring qilish, pedagogik natijalarni baholash kabi masalalar izchillik bilan yoritilgan. Ishining darajasi ham tadqiqot ishining mazmuniga to'liq mos keladi. Dastlab nazariy metodik asoslar yoritilgan, so'ngra texnologik yondashuvlar va model ishlab chiqilgan. Keyingi bosqichda esa metodika mexanizmi asoslangan.
Yakunda esa tajriba natijalari orqali tadqiqotning samaradorligi isbotlangan. Tadqiqotda ko'tarilgan ilmiy muammo oliy ta'lim tizimida muhandislik yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan talabalarning kelgusida kasbiy faoliyatiga tayyorlash, ularning axborot tahlili, ilmiy tadqiqot, loyiha konstruktorlik hamda tashkiliy boshqaruv faoliyatlariga mos keladigan kompetensiyalarni rivojlantirish hamda chambarchas bog'liq. Ayniqsa, texnologik mashina va jihozlari kabi texnik yo'nalishlarda ta'lim olish talabalar uchun intellektual tizimlar vositasi kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishga qaratilgan ilmiy metod yechimlarni ishlab chiqilganligi ishning amaliy ahamiyatga egaligidan isbotlaydi. Abdulla Botir Baxtiyorovning mazkur dissertatsiya ishi zamonaviy raqamli talablar, oliy ta'limda kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirish ehtiyojlari va intellektual tizimlardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlarini o'zida mujassam etgan, mustaqil bajarilgan ilmiy tadqiqot ishi sifatida baholash mumkin. Dissertatsiya ishining birinchi bobi talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariy va metod asoslari deb nomlanib, ushbu bobda muammoning ilmiy nazariy poydevori, pedagogik mohiyati, xorijiy tajribalar asosida imkoniyatlar hamda intellektual tizimlarning kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishdagi vositaviy ahamiyatlari izchillik ravishda yoritilgan. Mazkur bobda dissertatsiyaning keyingi boblari uchun metodologik asos vazifasini bajaradi va tadqiqot muammosining ilmiy jihatdan to'g'ri qo'yilganligini ko'rsatib beradi. Tadqiqot ishining ikkinchi bobi intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish texnologiyalari deb nomlangan bo'lib, ushbu bobda tadqiqotning nazariy asoslari, ilmiy texnologik yondashuvlar bilan uzviy ravishda bog'langan. Mazkur bob dissertatsiyaning markaziy ilmiy qismlaridan biri bo'lib, unda talabalarning kasbiy tayyorgarligiga qo'yilgan talablar, ushbu talablarning intellektual tizimlar asosida takomillashish imkoniyatlari, mazkur jarayonning texnologik mazmuni hamda pedagogik modeli izchillik bilan yoritilgan. Shuningdek, ushbu bobda ilmiy, texnologik va metod jihatdan puxta ishlab chiqilgan bo'lib, unda intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning amaliy mexanizmlariga o'tish uchun zarur bo'lgan nazariy texnologik asoslar yoritilgan. Bobda ishlab chiqilgan texnologiya va model tadqiqotning ilmiy yangiligini, amaliy ahamiyatini va raqamli ta'lim metodika sohasidagi dolzarbligini yaqqol namoyon etgan. Shu jihatdan ikkinchi bob dissertatsiyaning konseptual va amaliy qiymatini belgilovchi muhim tarkibiy qismi sifatida e'tirof etish mumkin. Tadqiqot ishining uchinchi bobi intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish metodikasi deb nomlanib, ushbu bobda tadqiqotning nazariy va texnologik asoslari bevosita metodik yechimlar bilan birgalikda boyitilgan. Mazkur bob dissertatsiyaning amaliy metod jihatdan eng muhim qismidan biri hisoblanib, unda intellektual tizimlar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga xizmat qiluvchi dasturiy didaktik ta'minot, metodik mexanizm, joriy etish bosqichlari hamda o'quv jarayoni qo'llash metodikasi batafsil yoritilgan. Bundan tashqari ushbu bobda amaliy metodik jihatdan ushbu bob jihatdan puxta ishlab chiqilgan bo'lib, unda intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish real o'quv jarayoniga tatbiq etilgan metodik asoslari yaratilgan. Bobda dasturiy didaktik ta'minot, metodik mexanizm, joriy etish bosqichlari va metodikaning mazmuni to'liq ochib berilgan. Shu jihatdan uchinchi bob dissertatsiyaning nazariy g'oyalarini aniq metodik yechimlar bilan bog'lovchi, uning amaliy qiymatini belgilovchi tarkibiy qismi sifatida ijobiy baholanadi. Tadqiqotchining oxirgi 4-bobida pedagogik tajriba sunishini tashkil etish metodikasi deb nomlanib, unda tadqiqot davomida ishlab chiqilgan nazariy qarashlar, texnologik yechimlar, texnologik yondashuvlar, model va metodikaning amaliy samaradorligini aniqlashga qaratilgan pedagogik tajriba sinov ishlari yoritilgan. Mazkur bob ilmiy natijalarni tekshirish, asoslash va amaliy jihatdan isbotlashga xizmat qiluvchi tarkibiy qismlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, ushbu bob tadqiqotning nazariy metodik natijalarini amaliy jihatdan asoslab beruvchi muhim qismi sifatida ijobiy baholanadi. Unda pedagogik tajriba sinov ishlarining
puxta tashkil etilganligi, baholash mezonlari va ko'rsatkichlarning ishlab chiqilganligi, natijalarga matematik jihatdan ishlov berilganligi hamda ilmiy ishning ishonchli bilan ta'minlanadi. Shu jihatdan 4-bob tadqiqot natijalarining haqqoniyligi, metodikaning amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini va ishlab chiqarilgan ilmiy metodik yondashuvlarning samaradorligini tasdiqlovchi muhim bob sifatida e'tirof etiladi. Shuningdek, dissertatsiyaning xulosa va tavsiyalar qismida tadqiqot davomida erishilgan asosiy ilmiy nazariy, metodik va amaliy natijalarni umumlashtirish yakuniy bo'lim sifatida muhim ahamiyatga ega. Mazkur qismda muallif tomonidan dissertatsiyaning barcha boblariga ilgari surilgan g'oyalar, ishlab chiqilgan model, texnologiya, metodika, mexanizm va dasturiy didaktik ta'minot hamda tajriba natijalari, ilmiy xulosалari izchillik bilan bayon qilingan. Dissertatsiya mazmunan puxta ishlab chiqilgan, mavzuning dolzarbligi, ilmiy yangiligi va amaliy ahamiyati yetarlicha asoslangan. Shu bilan birga ishning yana takomillashtirish nuqtai nazaridan quyidagi ayrim juz'iy kamchiliklariga to'xtalib o'tishimiz mumkin. Birinchidan, muammoning o'rgangan qismida 13.06 ixtisosligiga mos bo'lmagan olimlarning ishlari tahlil qilingan. Bundan tashqari, Sidirov, Kuznetsov, Pensik kabi ba'zi olimlar tadqiqotlari dissertatsiya mavzusiga taalluqli emas. Ikkinchi, tadqiqotchining bir paragrafi talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida nomlangan bo'lib, ushbu paragrafda talabalarning kasbiy tayyorgarligi pedagogik muammo sifatida to'liq ochib berilmagan. Uchinchidan, bir hamda bir bo'limlarda kasbiy tayyorgarlik, kasbiy kompetensiya tushunchalarning olimlar tomonidan berilgan ta'riflari berish lozim edi. Shulardan kelib chiqqan holda muallif o'zini ishchi ta'riflab chiqsa maqsad qilmoqchi bo'lardi. To'rtinchidan, tadqiqotning ikkinchi bobi 2-3 paragrafda berilgan modelda modelning tarkibiy komponentlarida bosqichlar, omillar berilganda modelning ilmiy ahamiyati yanada ortgan bo'lar edi. Beshinchidan, intellektual tizimlar vositasi talabalarning kasbiy tayyorgarligi takomilish metodikasi deb nomlangan 3 bo'limni zamonaviy ta'lim metodlari bilan boyitilsa, ishning amaliy qiymati yanada ortgan bo'lar edi. 4-bobda har bir oliy ta'lim muassasasi olib borilgan tajriba ishlari natijalari alohida berilganda ishning amaliy qiymati yanada ortgan bo'lar edi. Dissertatsiyada qayd etilgan ayrim juz'iy kamchiliklar tavsiya xarakteriga bo'lib, ishning umumiy ilmiy saviyasi, nazariy asoslanganligi, amaliy ahamiyati hamda yakuniy natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Aksincha, ular kelgusida mazkur yo'nalishdagi ilmiy izlanishlarni yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'lining intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish nazariyasi va amaliyot mavzusidagi dissertatsiya ishi mazmuni, ilmiy yangiligi, nazariy va amaliy ahamiyati, tajriba sinov natijalarining asoslanganligi hamda 13.006 raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi asosidagi talablarga mosligi jihatdan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining pedagogik fanlari doktori DSK ilmiy darajasini olish uchun qo'yilgan nizom talablariga to'liq javob beradi. Shu sababli Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'lining 13.006 raqamli ta'lim nazariyasi metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogik fanlari doktori DSK ilmiy darajasini olishga munosib deb hisoblayman. Rasmiy abonent Jizzax Politexnika instituti professori, pedagogik fanlar doktori Asqarov Baxtiyorovich. Rahmat. Rahmat, marhamat, ko'rsatilgan kamchilik takliflarga javob berishni so'z Abdullayev Botir Baxtiyorovga. Pedagogik fanlar doktori professor Asqarov Baxtiyorovga taqdirimizni chuqur tahlil qilib, o'zining fikr va mulohazalarini va tavsiyalarini berganligi uchun o'z minnatdorligimni bildiraman. Shu bilan birgalikda keltirib o'tilgan tavsiyalarni, kamchiliklarini ijobiy qabul qilaman va keyingi ishlarimizda albatta inobatga olaman. Rahmat. So'z rasmiy abonent pedagogika fanlari doktori dotsent Allamberganova Muhabbat Hasanboyevga. Marhamat, Muhabbat Hasanboyevga. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, kengash a'zolari. Assalomu alaykum.
Muhabbat Hasanboyevna agar hozir birinchi opponentimiz to'liq ma'lumot berdi, dissertatsiyalarning har bir boblari bo'yicha. Mumkin bo'lsa yaxshi bo'lardi, o'zingizning tavsiyalaringizni, kamchiliklaringizni bersangiz. Bo'ldi, rahmat tamom. Guliston davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'lining 13.0006 raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti mavzusidagi dissertatsiyasi hamda avtodoktoratiga rasmiy opponent tahrizi. Jahonda oliy ta'lim tizimining raqamli transformatsiyasi, sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim jarayoniga keng joriy etilishi hamda mutaxassislarning kasbiy kompetentligiga qo'yiladigan talablarning ortib borishi talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqishni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan dissertatsiyada intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy metodologik asoslari, pedagogik mexanizmlari va amaliy texnologiyalarni ishlab chiqqanligi tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'li tomonidan olib borilgan tadqiqotning muhim jihatlaridan biri shundaki, unda talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish jarayoni zamonaviy intellektual tizimlar imkoniyatlari bilan integratsiyalashgan holda o'rganilgan. Muallif tomonidan kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirishning tarkibiy komponentlari aniqlashtirilgan, intellektual tizimlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari ochib berilgan, shuningdek kasbiy faoliyatning ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, loyihaviy konstruktorlik hamda axborot tahliliy yo'nalishlari bilan uzviy bog'langan metodik ta'minot ishlab chiqilgan. Dissertatsiyaning kirish qismida ilmiy yangiligi, nazariy asoslanganligi, amaliy ahamiyati va tajriba sinov ishlarining natijalari ishonchli tadqiqotning yuqori ilmiy saviyada bajarilganligini ko'rsatadi. Dissertatsiyaning birinchi bobi talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning nazariy metodologik asoslari deb nomlanib, unda tadqiqotning konseptual poydevori, ilmiy metodologik asoslari hamda muammoning nazariy jihatlari chuqur tahlil qilingan. Mazkur bobda talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish masalasining pedagogik mohiyati, uning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni, xalqaro tajribalar hamda intellektual tizimlarning ushbu jarayondagi imkoniyatlari tizimli ravishda yoritilgan. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyalari deb nomlanib, tadqiqotning metodik va texnologik asoslarini yaratishga bag'ishlangan. Mazkur bobda intellektual tizimlardan foydalanishning fidoyaviy shart-sharoitlari, texnologik mexanizmlari hamda talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning mualliflik modeli ishlab chiqilgan. Bobning mazmuni dissertatsiyaning nazariy qismidan amaliy metodik qismiga o'tishdagi mantiqiy bog'liqlikni ta'minlaydi va tadqiqotning asosiy ilmiy g'oyalarini amaliy jihatdan asoslashga xizmat qiladi. Dissertatsiyaning uchinchi bobida esa intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi haqida so'z yuritiladi va bu bobda intellektual tizimlar asosida ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot, didaktik vositalar, pedagogik mexanizmlar hamda metodik yechimlar kompleks tarzda bayon qilingan. Bobning asosiy ahamiyati shundaki, unda avvalgi boblarda ishlab chiqilgan nazariy qarashlar va texnologik yondashuvlar amaliy metodik tizimga aylantirilgan. Natijada talabalarning kasbiy tayyorgarligini rivojlantirishning yaxlit metodik ta'minoti shakllangan bo'lib, bu dissertatsiyaning ilmiy va amaliy qiymatini yanada oshiradi. Dissertatsiya ishining to'rtinchi bobi bu albatta tajriba sinov ishlariga bag'ishlangan bo'lib, bunda tadqiqot davomida ishlab chiqilgan nazariy qarashlar, texnologiyalar va metodik yechimlarning amaliy samaradorligini aniqlashga bag'ishlangan. Mazkur bob dissertatsiyaning yakunlovchi qismi sifatida alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. Unda tajriba sinov ishlarini tashkil etish metodologiyasi, baholash mezonlari, tajriba jarayonining bosqichlari hamda olingan natijalarning matematik statistik tahlili izchil bayon qilingan. Ya'ni bobning mazmuni tadqiqot natijalarining ishonchliligi va amaliy ahamiyatini tasdiqlovchi muhim dalillarni o'z ichiga oladi. Va albatta dissertatsiyada yuqorida aytib o'tilganday bir qancha yutuqlar bilan
birgalikda albatta mulohazali tomonlari ham aytib o'tishni joiz bildim. Dissertatsiya ishi va avtoreferatni tahlil qilish jarayonida ayrim jihatlar bo'yicha takomillashtirish imkoniyatlari mavjudligi aniqlandi. Ushbu mulohazalar ishning umumiy ilmiy saviyasiga ta'sir qilmaydi, balki uni amaliy va metodik jihatdan yanada boyitilishiga xizmat qiladi. Birinchidan, avtoreferatning 4-rasmida 19-sahifada joylashgan rasmda talabalarning kasbiy tayyorgarligini intellektual tizimlar vositasida takomillashtirishga oid pedagogik shart-sharoitlar keltirilgan. Ushbu shart-sharoitlar umumiy tarzda ifodalangan bo'lib, ularning har biri uchun aniq amaliy mexanizm va konkret pedagogik izohlar berilganda ishning amaliy qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Ikkinchi, bir paragrafda ya'ni 17-34 betlarda kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish muammolari yoritilgan. Mazkur muammolar yanada tizimli klassifikatsiya asosida chuqurroq tahlil qilish ishning nazariy asoslarini mustahkamlagan bo'lar edi. Va uchinchi, dissertatsiya matnida albatta ayrim umumlaviy stilistik kamchiliklar uchraydi. Ularni yakuniy tahlil bosqichida bartaraf etish matnning ilmiy uslubiy sifatini yanada oshiradi. Va to'rtinchi, foydalangan adabiyotlar ro'yxatida nisbatan eski ilmiy adabiyotlar ham uchraydi. So'nggi yillarda chop etilgan zamonaviy ilmiy manbalarni ko'proq jalb etish tadqiqotning ilmiy dolzarbligini yanada kuchaytirgan bo'lar edi. Umuman olganda qayd etilgan kamchiliklar dissertatsiyaning umumiy ilmiy saviyasiga ta'sir qilmaydi va ular faqat ishni yanada takomillashtirishga qaratilgan tavsiyaviy mulohazalar sifatida baholanadi. Va biz ko'rib turibmizki, dissertantning ma'ruzasidan, savollarga bergan javoblardan, dissertantning ishni puxta bilishi va ancha mehnat qilganligi ko'rinib turibdi. Va biz ayta olamiz, dissertatsiya ilmiy yangilikka ega, metodologik jihatdan asoslangan, amaliy ahamiyati yuqori bo'lgan yakunlangan tadqiqot hisoblanadi. Muallif tomonidan amalga oshirilgan ilmiy izlanishlar pedagogika fanlari, xususan raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi rivojiga sezilarli hissa qo'shadi hamda u pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun qo'yiladigan barcha talablarga javob beradi. Uni muallifi esa Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'li 13/0006 raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent Ajinyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani pedagogika fanlari doktori Allambergenova. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat Muhabbat Hasanbayevna. Ko'rsatilgan kamchilik takliflarga javob berish uchun Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'liga so'z. Assalomu alaykum. Pedagogika fanlari doktori dotsent Allambergenova va Muhabbat Hasanbayevna ustozimizga tadqiqotchimizni chuqur tahlil qilib o'z tavsiyalarini, kamchiliklarini berganligi uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Tavsiyalarini ijobiy qabul qilamiz. Xususan birinchi tavsiyasida preparatda pedagogik shart-sharoitlar ixcham tarzda, ya'ni avtoreferat hajmi va talablar doirasida umumlashtirib berilgan. Dissertatsiyaning asosiy matnida esa mazkur ishlar batafsil yoritilgan. Ikkinchi tavsiyasini ham ijobiy qabul qilamiz va bir paragrafidagi kasbiy tayyorgarlik takomillashtirish muammolari tadqiqotning maqsadi va vazifalaridan kelib chiqqan holatda tahlil qilingan. Umuman olganda kamchilikni ijobiy qabul qilamiz va keyingi ishlarda albatta inobatga olamiz. Rahmat so'z. Rahmat. O'tiring. So'z rasmiy opponent pedagogika fanlari doktori professor Urinov Uyg'un Abdullayevichga. Marhamat Uyg'un Abdullayevich. Assalomu alaykum. Hurmatli kengash raisi a'zolari, ovoz eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Uyg'un Abdullayevich, faqat kamchiliklarni aytsangiz. Yaxshi, xo'p. Muhokama etilayotgan tadqiqot ishi bo'yicha rasmiy opponent tahrizi tayyorlangan. Shuni asosiy joylarini e'tiboringizga havola etaman. Guliston davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'lining 13/0006 raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari doktori DS ilmiy darajasini olish uchun yozilgan intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti mavzusidagi dissertatsiyasi hamda avtoreferatiga rasmiy opponent tahrizi
biz bir qancha yutuqli joylarni dissertatsiyani eshitdik. Muhokama etilayotgan mazkur tadqiqotning maqsadi, mazmuni va ilmiy yo'nalishi zamonaviy ta'lim taraqqiyoti ehtiyojlari bilan uzviy bog'langan. Shu nuqtai nazardan pedagogika fanlari doktori DS ilmiy darajasini olish uchun tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti mavzusidagi dissertatsiya ishi bugungi kunda oliy ta'lim tizimi oldida turgan dolzarb ilmiy amaliy muammolardan birining yechimiga bag'ishlangan tadqiqot ishi hisoblanadi. Dissertatsiyaning birinchi bobi talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning nazariy metodologik asoslari deb nomlanib, unda tadqiqot muammosining konseptual va ilmiy nazariy poydevori chuqur tahlil qilingan. Mazkur bobda kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishga doir pedagogik yondashuvlar, xalqaro tajribalar hamda intellektual tizimning ta'lim jarayonidagi o'rni tizimli ravishda yoritilgan bo'lib, bu dissertatsiyaning keyingi boblari uchun mustahkam nazariy asos yaratgan. Dissertatsiyaning ikkinchi bobi intellektual tizimlar vosita talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyalari deb nomlanib, unda kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirishning texnologik va metodik asoslari ishlab chiqilgan. Mazkur bobda intellektual tizimlardan foydalanishning pedagogik talablari, zamonaviy ta'lim texnologiyalari hamda ularni integratsiyalashgan model asosida qo'llash masalalari ilmiy jihatdan asoslangan. Bobning mazmuni nazariy qarashlarni amaliy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirishga xizmat qilgan. Dissertatsiyaning uchinchi bobi intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi deb nomlanib, unda kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirishning amaliy metodik asoslari ishlab chiqilgan. Mazkur bobda intellektual tizimlar asosida yaratilgan dasturiy ta'minot tuzilmasi, didaktik ta'minot mazmuni, joriy etish mexanizmlari hamda yaxlit metodik tizimning shakllanishini ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Dissertatsiyaning to'rtinchi bobi pedagogik tajriba sinov ishlarini tashkil etish va o'tkazish deb nomlanib, u tadqiqot natijasining amaliy samaradorligini aniqlash va ularning ishonchliligini asoslashga bag'ishlangan. Ushbu bob dissertatsiyaning yakuniy bosqichi sifatida ishlab chiqilgan nazariy, texnologik va metodik yechimlarning real ta'lim amaliyotida qanday natija berishini ilmiy jihatdan tasdiqlashga xizmat qilgan. Bobda tajriba sinov jarayonining tashkil etilishi, baholash mezonlari, natijalarni statistik tahlil qilish usullari hamda umumiy xulosalar tizimli yoritilgan. Bir qancha ijobiy ishlar bilan bir qatorda tadqiqot ishida takomillashtirishi lozim bo'lgan ayrim masalalar ham kuzatiladi. Birinchisi 201 paragrafda 86-104 betlarda intellektual tizimlar asosida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish texnologiyalari bayon etilgan. Mazkur texnologiyalarni bosqichma-bosqich amaliy algoritmlar ko'rinishida yanada kengroq yoritish, ularning qo'llanilish imkoniyatlarini oshirilgan bo'lar edi. Ikkinchisi 3 paragrafda 115-182 betlarda metodik tizim yoritilgan bo'lib, unda foydalanilgan platformalar va dasturiy vositalar umumiy tarzda tilga olingan. Agar har bir platformaning funksional imkoniyatlari va ulardan foydalanish tartibi batafsil ko'rsatilganda, metodikaning amaliy qo'llanilishi yanada aniqroq bo'lar edi. Uchinchisi avtoreferatsda 17-betda keltirilgan didaktik funksional tizimi yanada batafsil tahlil qilinganda, ularning pedagogik ahamiyati yanada chuqurroq oshgan bo'lar edi. Keyingisi foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatida ayrim nisbatan eski manbalardan ham foydalanilgan. So'nggi 5-10 yillikda ilmiy adabiyotlar ulushini oshirish tadqiqotning zamonaviy ilmiy tendensiyalar bilan uyg'unligini yanada kuchaytirgan bo'lar edi. Mazkur kamchiliklar, tavsiyalar
Bular hammasi tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, dissertatsiyaning ilmiy saviyasi va ahamiyatiga chuqur ta'sir ko'rsatmaydi. Tadqiqotchi Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'li tomonidan amalga oshirilgan intellektual tizimlar vositasida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti mavzusidagi pedagogika fanlari doktori DS ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya ushbu ixtisoslikka to'la mos keladi. Dissertatsiya bo'yicha ilmiy xulosa sifatida ta'kidlash joizki, mazkur ilmiy ish o'zining dolzarbligi, ilmiy yangiligi, nazariy asoslanganligi va amaliy ahamiyati bilan pedagogika fanining rivojiga hissa qo'shadi. Tadqiqot natijalari ilmiy jihatdan asoslangan va amaliyotda sinovdan o'tkazilganligi bilan alohida ahamiyatga ega. Ishning mazmuni mantiqan izchil bayon uslubi ilmiy va aniq foydalanilgan metodlar zamonaviy talablarga to'liq javob beradi. Uning muallifi Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'li 13.0006 raqamli ta'lim nazariyasi metodikasi ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari doktori DS ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy opponent Buxoro davlat texnika universiteti texnologik mashina va jihozlar kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari doktori professor O'rinov Uyg'un Abdullayevich. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, Uyg'un Abdullayevich. Marhamat, ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z Abdullayev Botir. Pedagogika fanlari doktori professor O'rinov Uyg'un Abdullayevich ustozimizga, tadqiqotchimizni tahlil qilib, o'zini fikr va mulohazalarini berganligi uchun o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Keltirib o'tirilgan taklif va tavsiyalarda haqiqatan da 2 paragrafda intellektual tizimlar asosida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish texnologiyalari tadqiqotning maqsadi va vazifalardan kelib chiqqan holatda yoritilgan asosiy e'tibor pedagogik mazmun, bosqichlar va kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishdagi metodik imkoniyatlar asoslashga qaratilgan edi. 3-paragrafdagi metodik tizim ham platformalar va dasturiy vositalar umumiy metodik jarayon bilan bog'liq holda bayon etilgan edi. Umuman olganda keltirib o'tilgan tavsiyalarni ijobiy qabul qilamiz va keyingi ishlarimizda albatta buni inobatga olamiz. Rahmat. Muhokamani davom ettiramiz. Kim muhokamada ishtirok etmoqchi? Marhamat. Kim so'zga? Marhamat. Rahimboy Bahramovich. Yana bir assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hammamiz mana mehmonlar tashrif buyurgan. Bugun chiroyli himoyaning guvohi bo'lmoqdamiz. Albatta bunday chiroyli, bunday sharoitlarga, imkoniyatlarga ega bo'lgan himoyalar o'z-o'zidan tasodifan bugun paydo bo'lib qolgani yo'q. Bunday himoyalarning mana shu himoya jarayoniga kelishi uchun kimdir o'z zimmasiga juda katta vazifalarni, juda katta qiyinchiliklarni, juda katta bajarishi mumkin bo'lgan topshiriqlarni o'z zimmasiga olishga to'g'ri keladi. Bugun respublika nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, haqiqatdan ham Politexnika institutida amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlar, ilmiy tadqiqot ishlar o'z navbatida hurmatli ustozimiz, kengash raisi, Politexnika instituti rektori Alisher aka Usmonqulov boshchiligidagi yetakchiligida amalga oshirilayotganligini aytishimiz mumkin bo'ladi. Chunki muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev shunday fikrni bildirgan edi. Tanqidiy tahlil, qattiq tartib intizom, shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasiga aylanishi kerak degan fikriga bugungi kunda Politexnika instituti amalga oshirilgan ishlar labbay deb javob bo'la oladi. Shuning uchun ham tasavvur qilingki, bugungi himoyamiz bu fan doktori darajasini olish uchun minbarga chiqib o'zining dissertatsiya mavzusini himoya qilyapti. Agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, fan doktori himoyasi uchun agar hozir Politexnika institutida sharoitlar, imkoniyatlar yaratilmaganda edi, boshqa kengashlarda qancha qiyinchilik bilan yurganligini hozir hammamiz biz qalbimizdan his qilib turibmizki, chunki o'zimiz ham boshqa oliy ta'lim muassasalarida himoyani amalga oshirganmiz. Bundan tashqari bitta narsani aytishimiz kerakki, Politexnika institutida jipslikning borligi,
sokinlikning borligi. Bu esa o'z navbatida mana mustaqil tadqiqotchilarimizni minbarga chiqib, emin-erkin o'z fikrlarini bayon etish imkoniyatiga ega bo'lmoqda va savollarga to'g'ri javob berishga harakat qilyapti. Agar e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, har bir davrda o'ziga xos fenomen bo'lgan. Bugun Baltiyanikada amalga oshirilayotgan ilmiy ishlar o'ziga xos fenomen deydigan bo'lsak, eng to'g'ri haqiqat fikrni aytgan bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan birgalikda mana bugun tadqiqotchining chiqishlarida aslida bitta jarayonning yoki bitta insonning shakllanishida yoki bo'lmasa maqsadiga erishishda yoki bitta tashkilotning taraqqiy etishida 3 ta omil sabab bo'ladi. Birinchisi tarixiy omil, ikkinchisi tabiiy omil, uchinchisi ijtimoiy omil bo'ladi. Chunki tadqiqotchimiz seminarga shunday birinchi topshirgan paytda, seminarda chiqish qilgan paytda bu yerdagi kamchiliklarni mana o'zi ham aytish mumkin bemalol, kamchiliklar yuzaga chiqib ko'ringan edi. Tasavvur qiling, demak, institutda amalga oshirilayotgan ijtimoiy muhit uning tayyorgarlik jarayoniga to'g'ridan-to'g'ri tadqiqotchiga ta'sir qilib, puxta kishi oliy attestatsiya komissiyasi talablariga javob beradigan ishni bugun mana himoyaga olib chiqmoqda. Shuning uchun mana tayyorgarligini barchamiz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Haqiqatan ham ko'zi yonib turibdi. Haqiqatan ham ertangi kunda men o'zim hissamni qo'sha olaman o'sha ilm fanning rivojlanishiga degan ulkan bir g'oyalar bilan, ulkan bir intilishlar bilan, ulkan bir istiqbol bilan, ulkan bir umid bilan harakat qilayotganligi, bu esa o'z navbatida kelgusida haqiqatan ham yana ilmiy tadqiqot ishlarini shogirdlar bilan birgalikda amalga oshirish jarayonini amalga oshiradi deb ishonch bildira olamiz. Bundan tashqari mana kengashimizda yana bitta fayzli tomoni bor, barakali tomoni bor. Hurmatli raisimiz, ustozimiz Alisher Usmonqulov tashabbusi bilan hamma kengashlardan farqli ravishda ilmiy rahbarlar kelib jonli kengashda qatnashadi va o'tiradi. Mana bugun ham haqiqatan ham ustoz shogird munosabatlarining yana bitta o'sha bardavomligi namunasi sifatida hurmatli ilmiy rahbari mana shu kengashda qatnashish ham haqiqatan ham mana tadqiqotchi va ilmiy rahbar o'rtasidagi uzviylikni, ilmiy rahbar va tadqiqotchi o'rtasidagi hurmatning yana bitta namunasi deydigan bo'lsak, eng to'g'ri fikrni aytgan bo'lamiz. Umuman men shaxsan taqrizchi bo'lmasam-da, opponent bo'lmasam-da, ilmiy ish bilan, dissertatsiya bilan va avtoreferat bilan tanishib chiqdim. Haqiqatan ham juda ko'plab ishlarni ko'rish jarayonida biz iloji boricha tadqiqotchining kamchiliklarini to'g'rilashga, bartaraf etishga harakat qiladigan bo'lsak, bu ishda o'qish jarayonida ilmiy yangiliklar, ilmiy pedagogik yondashuvlar, kompetensiyaviy yondashuvlarning haqiqatdan ham dissertatsiyaga to'g'ri o'rinli joylashtirilganligi va hattoki yana mamnuniyat bilan aytadigan bo'ladigan bo'lsak, xorijiy tajribalarni xalqaro miqyosda to'liq izchil o'rganib chiqib, o'zining fikrlarini ilmiy rahbar bilan birgalikda tizimli ravishda o'zimizning milliyligimizga xos mos va monand tarzda dissertatsiyaga kiritganligi bu o'z navbatida dissertatsiyani yanada salmoqli bo'lganligidan dalolat beradi. Umuman olganda, hurmatli rais, kengash a'zolari, shaxsan men a'zo sifatida tadqiqotchini qo'llab-quvvatlayman, kelgusi ishlariga muvaffaqiyat tilayman va tadqiqotchini qo'llab-quvvatlashga chorlab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Marhamat. Yana kim so'zga chiqmoqchi? Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Haqiqatdan mana Rahim aka yuqorida yaxshi fikrlarni aytdi. Men bu Sovetda ikkinchi marta qatnashyapman. Haqiqatdan o'zim guvoh bo'lyapmanki, o'sha oliy ta'lim assotsiatsiyasida belgilab berilgan talablar asosida shaffof, odil jarayonlar amalga oshirilyapti va shungaki o'rgandimki, mana shu joyda shogirdlarni chiqarish kerak ekan degan xulosaga ham keldim. Albatta bu o'sha oliy assotsiatsiya komissiyasida belgilangan ilmiy talablar asosida amalga oshirish jarayoni haqida gap ketadi. Endi men qisqaroq qilib aytadigan bo'lsam, tadqiqotchini dissertatsiyasi bilan shu bevosita kengash a'zosi sifatida ko'rib chiqib ko'rdim. Haqiqatdan mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, mavzu bugungi kundagi barcha sohada dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan mavzu tanlangan. Chunki barcha ijtimoiy sohada, barcha
boshqaruv sohada ham bugungi kunda sun'iy intellekt sohasi bilasizlar, hammaga bu sir emas, barcha sohaga kirib boryapti va bu mavzuning bugungi kunda haqiqatdan dolzarb ekanligi va bu ta'lim sistemasida ham, ta'lim tizimida ham muhim ahamiyatga ega ekanligini tadqiqotchi tomonidan ochib berganligini guvohi bo'ldik. Endi tadqiqotchini o'ziga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu dissertatsiyani men asosiy ichiga shunday qaraganimdan birinchi ochgan joyim qilingan ishlar, uslubiy ishlarga to'xtalib o'tdi, qarab ko'zim tushdi. 7 ta darslik bu juda katta yutuqda. Bugungi kunda darslik tayyorlash ham juda oson ish emas. Ya'ni Oliy ta'lim vazirligining guvohnomasi asosida 7 ta darslik mavzuga oid bo'lgan, chop qilingan. Qolaversa, tadqiqotchini qilayotgan himoyalardan ko'rinib turibdiki, pedagogikada o'zi shunday narsa bor, fanni chuqur bilgan odam pedagog nuqsonlarni ko'ra bila oladi-da. Bu haqiqatdan o'sha sohasini yaxshi mutaxassis sifatida o'sha pedagog oqsoqliklarni ko'rib, haqiqatdan savollarga ham aniq, lo'nda, mazmunan qisqa javob berdi va men ham o'sha barcha qatori qo'llab-quvvatlayman va sizlarni ham bunga chaqiraman. Rahmat. Yana so'zga chiquvchilar bormi? Onlayn ishtirok etuvchilar, so'zga chiquvchilar bormi? Olimjon Xolbutovich, marhamat. So'z sizga. Rais, hurmatli kengash a'zolari, mana yuqorida juda ham yaxshi so'zlarni bo'lajak olim, yetilgan olim haqida biz fikrlarni eshitdik. Men Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'lini faoliyati bilan oldindan tanishman. Mana shu PhD jarayonida va hozirgacha bo'lgan ketma-ketlikdagi ishlar bilan tanishman. İşte o'ziga to'xtaladigan bo'lsak, intellektual tizimlar vositasida u juda ham katta qamrovni olishi shubhasiz hamma sohada bor va aynan kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirishga yo'naltirilganligi bu albatta mana shu 13.0006 raqamli ta'lim nazariyasi va metodikasini shifriga mos qilib tayyorlab chiqilganligi albatta mana bugun tadqiqotda ham, dokladda ham, mana savol javoblarda ham ko'rdik. Mana shu sun'iy intellekt elementlaridan foydalanib, Alisher Qodirqulov juda ham yaxshi savolni berdingiz va bu muhim jihat. Mana shu matematik algoritmlarga tayanib juda katta ma'lumotlar bazasi asosida sun'iy intellekt o'zini o'sha anosini amalga oshiradi. Chunki ma'lumotlar bazasi bo'lib bu vosita sifatida shu ma'lumotlarni tahlili, uni monitoringi, uni jarayonga beradigan tavsiyasi, mana talaba trayektoriyasi deyilyapti, topshiriqlar deyilyapti. Barchasi shu ma'lumotlar bazasiga tayanadi. Albatta bu jarayon hozir mana boshlangan, mana ta'limda sun'iy intellektni qo'llash, raqamli texnologiyalarni qo'llash yutuqli jarayon va mana shu Botir Baxtiyor o'g'lini kelajakdagi faoliyatida baribir kutib qolamiz, shogirdlar tayyorlaganda va mana rahbarlari bilan birga katta mana shu maktablarni yaratish jarayonida aynan shu sohani rivojini qo'shadi degan maqsadda va qo'llab-quvvatlayman. Kelgusi ishlarda omad va sizlarni ham chaqirib qolaman qo'llab-quvvatlashga. Rahmat. Rahmat, Olimjon Xolbutovich. Yana bormi so'zga chiquvchilar? Yetarlimi? Uchta doktor, uchta professor. Tak. Muhokamani to'xtatamiz bo'lmasa, ha? Yetarli. Oxirgi so'zni dissertant Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'liga beramiz, mana. So'zga chiqqanlarning fikrlaridan kelib chiqib. Avvalo, biz tadqiqotchimizni chuqur tahlil qilgan va o'rganib chiqib, o'zini takliflarini, mulohazalarini berayotgan shu kengash raisi va kengash a'zolariga o'z minnatdorligimni bildiraman. Bildirilgan taklif va tavsiyalarni albatta keyingi bosqichlarda, keyingi faoliyatimizni albatta inobatga olgan holatda bajaramiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Tak. Hisob komissiyasiga taklif etilyapti. Yarmat Rahimboy Bahramovich, Egamberdiyev Fazliddin O'toqqulovich и Turdiboyev Dilshod Hamidovich. Nima kengash a'zolari e'tirozlar bormi? Yo'qmi? Qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Marhamat. Hisob komissiyasi ishni boshlashlari mumkin. Qolganlar chiqib o'talaringiz chaqiramiz. Keladilar. Rahimboyga o'zingizni yana ishlatamiz endi. Hozirman. Ha, chatdagilar. Zoom'dagina. Zoom'da ishtirok etayotganlar ovoz berib yuboring sizlar iltimos. Chatga yozib yuborsalaringiz bo'ldi.
Assalomu alaykum. Yozib qo'ydik. Söz stopkam yoqdimi mikrofon? Mikrofon yoqdi. Söz stop komissiyasi raisi Yarmatov Rahimboy Bahramovga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi, hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Hisob komissiyasining xulosasi, saylangan komissiya tarkibi rais
Yarmat Rahimov Bahramovich, Egamberdek Fazliddin Otaqulovich, Kurdoboyev Dilshod Hamidovich. Komissiya Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'lining pedagogika fanlari doktori, Doctor of Science ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiya yuzasidan yashirin berilgan ovozlarni sanash uchun saylandi. Ilmiy kengash tarkibi 13 kishidan iborat etib tasdiqlandi. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz huquqi bilan qo'shimcha ravishda kishi kiritilmadi. Majlisga kelganlar a'zolar soni 13 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 9 ta fan doktori qatnashdilar. 13 ta byulleten tarqatildi. Tarqatilmagan byulletenlar qolmadi. Qutichada jami 13 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalariga ko'ra Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'lining pedagogika fanlari doktori, Doctor of Science ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Tarafdorlar 13 kishi 100%, qarshilar yo'q, yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q. Hisob komissiyasi raisi Yarmat Rahimov Bahramovich, komissiya a'zolari Egamberdek Fazliddin, Kurdoboyev Dilshod. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Rahmat. Rahmat Bahramovich. Hisob komissiyasi protokolni tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Tarafdorlar, qarshilar, betaraflar yo'q. Protokol bir ovozdan tasdiqlandi. Shu bilan talabgor Abdullayev Botir Baxtiyor o'g'lini dissertatsiya ishini muvaffaqiyatli himoya qilganligi bilan tabriklayman. Sog' bo'ling. Hammaga kengash xulosasi loyihasi tarqatilgan, hurmatli kengash a'zolari. Ko'p chiqqan bo'lsalar, asos xulosa bo'ladimi o'sha? Bo'ladi. Unda qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini ko'raman kengashlar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, sizlarga katta rahmat. Ilmiy kengashimizni yopiq deb e'lon qilaman. Sizga rahmat. Rahmat. Omad, sog' bo'ling. Sizlarga tabriklayman. Yo'q. Yana bitta qo'y qo'ydirishga oldim buni ham. Oldingiz tabrik. Tabrik shogirdlar. Sizlarni ham tabriklaymiz. Mayli, sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Salomat bo'ling.